Irodaxon, xush kelibsiz. Bu o'quv markaziga kelgunimga qadar boshqa joyda uchratmagan ilmlarimni shu yerda uchratdim. O'zim ham har doim aytaman, Peshqadam maktabi deganda umuman betakror bir maskan hayolimga keladi. Chunki haqiqatda jamiyatimizni og'rig'i bo'lib turgan ba'zi bir sohalarni yechimlari aynan mana shu yerda bor. O'zi asosan meni bir ta'kidlaydigan fikrim bor. Uy ishlarini qilish, ro'zg'or ishlari, shunga o'xshagan bir qancha xo'jalikka kerak bo'ladigan yumushlar ayol kishining fitratida bor. Ya'ni buni kasb qilib, o'rganib, o'zida mahorat hosil qilishi shart emas. Lekin ilm olishi kerak. Ayol kishi oilani ham ilmi bor. Bizda oila ilmi deganda qozon tovoq pishirib kuydirib tushuniladi asosan. Lekin oilani turmush o'rtog'i bilan qanday muomala qilish kerak, farzandni qanday tarbiya qilish kerak, chunki farzand omonat. Qaynona bilan qanday munosabatlarni yo'lga qo'yish kerak, bularni o'zi ham bir alohida ilm. Ayol o'qisa, butun bir millat jonlanadi. Bu qaysidir ma'noda bizga sharafli bir vazifa. Assalomu alaykum. Peshqadamlik sari loyihasining navbatdagi sonida yana bir bor ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Keling birgalikda bugungi ishtirokchimiz bilan tanishamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Marhamat, o'zingizni tanishtirsangiz. Ermatova Iroda, yoshim 20 da. Peshqadam maktabida kitobxonlik kursi kuratoriman va Peshqadam karvoni loyihasini kitobxonlik yo'nalishi a'zosiman. Bundan tashqari Yuksalish liderlar akademiyasida ustoz bo'lib ishlayman. Irodaxon, xush kelibsiz. Sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Rahmat, taklif uchun rahmat. Irodaxon, Peshqadam maktabi haqida eng avval qayerdan eshitgansiz? Peshqadam maktabi haqida Binti Sodiq kanalida kitobxonlik kursi to'g'risida e'lon berilganda xabar bo'lgan. Undan keyin shu kursda o'qish baxtiga muyassar bo'lganman. Irodaxon, siz jamoamiz a'zosi bo'lish bilan birgalikda kurslarimizda ham o'qigansiz. O'quv markazimizni qaysi kurslarda ishtirok etgansiz? Dastavval o'quv markazini kitobxonlik kursida o'qiganman. Undan keyin bir qancha seminarlarda qatnashib, oxirgi marotaba Baxt sari yo'l kursida o'qib tahsil oldim. Kurs va seminarlarimizda ishtirok etish davomida qanday natijalarga erishdingiz? O'zingiz uchun manfaatli bilimlar ola oldingizmi? Albatta, bu o'quv markaziga kelgunimga qadar boshqa joyda uchratmagan ilmlarimni shu yerda uchratdim. O'zim ham har doim aytaman, Peshqadam maktabi deganda umuman betakror bir maskan hayolimga keladi. Chunki haqiqatda jamiyatimizni og'rig'i bo'lib turgan ba'zi bir sohalarni yechimlari aynan mana shu yerda bor. Shuning uchun ham o'zimga juda ham ko'p manfaatlar bo'lgan. Ayniqsa shu kitobxonlik kursi va undan keyingi seminarlarda ham, ya'ni farzand tarbiyasiga doir seminarlar juda ham manfaatli bo'lgan va oxirgi o'qigan kursim Baxt sari yo'l ham o'zimni hayotimdagi juda ham ko'p qaysidir ma'noda muammoli sohalarni yechimi bo'ldi desam mubolag'a bo'lmaydi. Albatta, Baxt sari yo'l seminari haqida gap ketar ekan, ko'plab qizlarimiz turmushga tayyorlov seminarlarini, kurslarini faqatgina uy yumush ishlarini o'rgatadigan kurs deb tushunishadi. Bizda qanday ekan? Yo'q, bu yerda hammasi boshqacha. O'zi asosan meni bir ta'kidlaydigan fikrim bor. Uy ishlarini qilish, ro'zg'or ishlari, shunga o'xshagan bir qancha xo'jalikka kerak bo'ladigan yumushlar ayol kishining fitratida bor. Ya'ni buni kasb qilib, o'rganib, o'zida mahorat hosil qilishi shart emas. Ya'ni to'ygacha bo'lgan qadar muddatda, lekin ilm olishi kerak. Ayol kishi oilani ham ilmi bor. Bizda oila ilmi deganda qozon tovoq pishirib kuydirib tushuniladi asosan. Lekin oilani turmush o'rtog'i bilan qanday muomala qilish kerak, farzandni qanday tarbiya qilish kerak, chunki farzand omonat. Qaynona bilan qanday munosabatlarni yo'lga qo'yish kerak, bularni o'zi ham bir alohida ilm. Buni o'rganish esa bizga juda ham muhim hisoblanadi. Shuning uchun albatta bu kurs o'ziga yarasha bir ilmiy mazmundagi kurs bo'ldi deb ayta olaman. Albatta, boshqa joyda topilmagan bilimlarni shu yerda oldik deya ta'kidlashyapti o'quvchilarimiz. Irodaxon, kurslarda o'qish davomida hamda kuratorligingiz jarayonida sizda qanday qiyinchiliklar yuz berdi? Kurslarga qatnash masalasi ozgina muammo, chunki juda ham uzoqda turaman. 2 soatdan oshiq muddatda yetib kelaman, lekin bu qaysidir ma'noda hech ham insonni og'rintiradigan narsa emas, shaxsan meni. Chunki ilm uchun kelaman har doim va bu yerda shunday bir tarovat borki, ya'ni bizni ruhiyatimiz qandaydir bu yerlarga bog'langan. Shuning uchun birinchi o'rinda nima deymiz?
ajnabiy tilda aytganda aura deymizmi, muhit bizga juda ham chiroyli ta'sir qiladi. Birinchi o'rinda, ilmdan ham birinchi o'rinda muhit ta'sir qiladi va ilmlarni betakrorligi ham yuqorida aytib o'tganimdek, hech qayerda uchratmasligimiz mumkin bo'lgan ilmlar aynan bu yerda borligi. Kurs va seminarlarimizda ishtirok etib, katta natijalarga erishdingiz va siz jamoamiz a'zosi bo'ldingiz. Jamoamizga qo'shilish sizda qanday bo'ldi? Birinchi o'rinda Binti Sodiq kanalida seminar haqida xabar topganimdan keyin ayrim sharoitlarga ko'ra bu kursda o'qiy olmagandim va aynan shu kursni boshida bizni Peshqadam karvoni uchun ustozga o'zimizni faoliyatimizni tanishtirishga majlisga chaqirishdi. Shunda ustoz hammamizdan faoliyatimiz doirasida hisobotlarni eshitdilarda va oxirida mana shu kitobxonlikka targ'ib qilayotgan qizlarimiz kitobxonlik kursimizda ham o'qishlari kerak degan taklifni bildirib, o'zlari grant ajratdilar va aynan o'sha yerda bir adashmasam 15 tadan ortiq qizlar yig'ilgandik va men bilan sherigimni chaqirishgan. Shu haligacha maqtanib yuraman. Kitobxonlik kursida ustozni grantlari bilan o'qiganman deb. Chunki u yerda tanlanib olishni ham o'zi baxt edi va kelganimdan boshlab, o'sha seminarga kelganimdan boshlab o'zimni o'quvchi emas, bu maskanni bir xizmatchisi sifatida ko'rganman. Chunki har doim o'sha xodimalar bilan birga bo'lardik va o'sha yerda ham ilm olib, ham qo'ldan kelgancha xizmat qilishni boshlardik. Keyin kurs tugagandan keyin kitobxonlik kursini sertifikatlarini qo'limga olgandan keyin shu yerdagi mas'ul opalarimiz tomonidan taklif berilgan, ya'ni ilmlaringizga xalaqit bermasa, ya'ni qanday vaqtingizga qarab sizni shu kitobxonlik kursini keyingi bosqichlarida guruh rahbarlikka taklif qilayotgan edik degan bir taklifni berishgan. Juda ham xursand bo'lganman to'g'risi, chunki men bo'ldi bu kitobxonlik kursi tugadi, endi men bu yerga oxirgi marta kelishim deb kelgandim o'sha kuni va sertifikatni olib ketayotgan jarayonimda hali bu yerda bilimlardan bir nasibamiz borligi sezilgan va mana 1,5 yildirki kitobxonlik kursini kuratorimiz. Bilasizmi, kitobxonlik kursining guruh rahbarlari, ya'ni kuratorlariga, sizlarga ko'pchilikning havasi keladi. Sababi har mavsumda o'quvchilar bilan birgalikda bilim olish imkoniyati taqdim etilgan sizga. Mana shu bilim olish jarayonida, ya'ni ketma-ketligida birinchi mavsum, ikkinchi mavsum, hozirgacha bo'lgan mavsumlarda har birida ishtirok etdingiz. Va aytingchi, har bir mavsum bir-birini takrorlaydimi yoki yangi bilimlar berilyaptimi? Biz mana shu kuratorlik mobaynida hatto o'zimizga havasimiz keladi desak hech ham mubolag'a bo'lmaydi. Bu o'rinda birinchi baxt siz aytib o'tgandek, har bitta bosqichda qaytadan tahsil olish. Lekin 1,5 yil mobaynida mana shu kursda o'qiyotgan bo'lsak, o'quvchilar qatori hech qaysi bilimlar bir-birini takrorlamaydi. Hatto ustozlar bir xil bo'lgan taqdirda ham aytilayotgan, berilayotgan ma'lumotlar bir-birini takrorlamaydi. Bu bilan ham o'zini alohida ajralib turadigan jihat desak bo'ladi. Va shu kuratorlik masalasida aytib o'tishim kerak bo'lgan bir jihat bor. Har bir bosqichdan o'quvchilar emas, bizga opalar qoladi. Bilimga chanqoq, kitobni sevadigan, shunday immunitetni o'zida yaratishga harakat qilayotgan opalar bizga qaysidir ma'noda qadrdon bo'lib qolishadi. Buning o'zi ham bizga alohida bir ruhiyat beradi. Albatta, kitobxonlik kursimiz eng ko'p o'quvchi o'qiydigan hamda bizni qaysidir ma'noda charchatadigan kurs desak ham bo'ladi. Shunday bo'lsa-da, biz hammamiz jamoamiz bilan birgalikda bu kursni takror bo'lishini yana intiqlik bilan kutamiz, to'g'rimi? Xuddi shunday. Hozir ham ozgina orada uzilish bo'lib turibdi. Sog'inyapmiz. Hozir ham kelishim bilan so'radim qachon boshlanar ekan kitobxonlik kursi deb. Haqiqatda lekin shu o'zini mas'ul insonlaridan katta bir quvvat talab qiladigan loyiha desak bo'ladi. Chunki qaysidir ma'noda bosim demaylik-ku, lekin ruhiyat talab qiladi bizdan, quvvat talab qiladi. Chunki har bitta o'quvchini savoliga vaqtida javob berishimiz kerak yoki ularga bilimlarni to'g'ri yetib borishi va ularni xotirasida o'tiror bo'lishi uchun biz xizmat qilishimiz kerak va kitoblarni tushunish masalalari shuning uchun ham energiya talab qilgandan keyin qaysidir ma'noda insonga o'sha energiyani bir necha barobar qilib qaytarib beradi. Chunki siz ayollarni ilm olishi uchun o'zingizni hissangizni qo'shayotganingizni sezib turasiz. Shuning uchun ham ayol o'qisa butun bir millat jonlanadi. Bu qaysidir ma'noda bizga sharafli bir vazifa. Albatta, natija ham shunga yarasha bo'ladi. Irodaxon, tashrifingiz uchun tashakkur. Olayotgan bilimlaringizni atrofdagilarga ulashishdan charchamang deymiz
va jamoamizda siz kabi a'zolarimiz borligi bizni quvontiradi. Sizlarga ham rahmat. O'zimni mana shu maktabning bir kichik bo'lagi sifatida his qilishdan qaysidir ma'noda faxrlanaman. Shuning uchun taklif uchun ham rahmat. Salomat bo'ling.